hamma yaxshi ko'radigan top 6 ta SPF. Qizlarjonlar, mana men bu SPF'imiz menda eng yaxshi ko'rgan SPF'lardan bittasi, chunki men bu tonalkani ko'pchilik menga qimmat deydi, lekin buni вообще zo'r yotib beradi. Bu tonalka bo'lsa, xuddi shu tonalkaga o'xshagan effekt beradi. Ko'p qizlarimiz aytadi, "Men tonalka surmayman, undan ko'ra SPF o'zini tavsiya qiling" deyshadi. Avn SPF xuddi Huda Beauty'ni tonalkasiga o'xshab ketadi. Agarda sizni yuzingiz juda ham yog'li bo'lib, tez terlab ketadigan bo'lsa, unda mana shu ikkita SPF sizga tavsiya qila olaman. Centella'ning mana bunaqa joyi oqa yoki bo'lmasam jigarrang variantini yoki bo'lmasam Eucerin mana shu SPFni ishlatsanglar, buni sostavida gelobrazniy bo'lgani uchun yuzinglarni yog'lantirib yubormaydi. Keyingi etapda pigmentatsiyalari kuchli bo'lgan yuzlar uchun mana shu ikkita SPF tavsiya qila olaman, chunki bu ikkalovi yuzinglardagi dog'larni, yuzinglardagi qizarishlarni, yuzinglardagi aknedan qolib ketgan dog'larni baja oqartiradi va yuzingizni va badaningizni qorayishdan va kuyishdan saqlaydi. Eng asosiysi SPF ishlatsangiz yuzingiz qarimaydi va kuymaydi va qurib ketmaydi. Buni Yo'm Cosmetics'ning o'zida bo'ladi.